Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Demak, sizlar bilan yana Display Community yana bir bora ko'rishib turganimizdan g'oyatda xursandmiz. Demak, dasturimizni yaratishda davom etamiz. Bugungi dasturimizning asosiy mavzusi date and time, ya'ni muddati, sana va vaqti hisoblanadi. Sana va vaqti nimaga kerak desangiz, biz doimo odam psixologiyasida shunday narsa bor. Birorta ma'lumotga yoki birorta vazifaga deadline qo'yish, ya'ni oxirgi muddatni qo'yish orqali sizni harakatga chorlashi mumkin bo'ladi. Shu yo'sinda biz muddatini belgilashni ko'rib chiqamiz. Demak, tayyor bo'lsangiz biz boshladik. Foizimiz bersin. Bu yerdan yangi yashik qo'shib olamiz. Yangi yashikni nomi masalan muddati hisoblanadi. Xo'p, endi turga nima yoziladi dedik. Bundan oldin aytib o'tganimizdek, birorta vazifaning nimasi oxirgi muddati, sanasi va vaqti hisoblanadi. Buning uchun biz basic, ya'ni oddiy funksiyalardan date and time ni tanlab olamiz. Endi ko'rib turganingizdek, bizda 3 ta narsa ochiladi. Birinchisi parts, ya'ni date and time da bizda alohida emas. Masalan, aytaylik, birorta odamni tug'ilgan kunini qo'shmoqchimiz. Birorta odamni tug'ilgan kunini qo'shmoqchi bo'lsangiz, albatta u odamni faqatgina sanasini qo'shasiz, to'g'rimi? Hech qanday vaqtini bilmaysiz anig'ini. Lekin masalan, aytaylik, birorta dars vaqtini qo'shmoqchi bo'lsangiz, birorta dars vaqtini qo'shayotganda siz sanasini qo'shmaysizda, faqatgina u darsni vaqtini qo'shasiz, xolos. Xuddi shunday ma'lumotlar uchun bizga parts qismi yordamga keladi. Date and time, ya'ni bu yerda sanasi ham ko'rinsin, vaqti ham belgilansin degan narsani beryapmiz hozir. Bu yerda bizga hozir to'g'ri keladi, chunki birorta vazifamizni masalan bugun yozadigan bo'lsangiz, oxirgi muddati ertaga soat 12 gacha desak, ertaga sana va ertangi vaqtni tanlab qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerdan endi kiradigan bo'lsangiz, date only, bu aytib o'tganimizdek faqatgina tug'ilgan kun yoki shunga o'xshagan faqat sana kerak bo'ladigan funksiyalarga kerak bo'ladi. Va time only, ya'ni birorta ma'lumotni faqatgina soatini yozishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, bizda date and time yaxshi turibdi. Xo'p, endi keyingisini ko'radigan bo'lsangiz, bizda medium turibdi, ya'ni o'rtacha. Buni hozir yozib ko'rsataman va without seconds, ya'ni hech qanday nimalarsiz, sekundlar, soniyalarsiz sizga ko'rsatsin yoki with seconds, soniyalarni ham ko'rsatsinmi degan sizdan so'ramoqda. Bizda hozirgi holatimizga sekundlar unchalik muhim rol o'ynamaydi. Shunga without seconds, ya'ni soniyalarsiz degan variant bilgani ma'qul bo'ladi. Va respect time zones. Respect time zones degani masalan har bitta davlatni o'zini vaqti bo'ladi. Masalan, hozir Koreyada 4 soat orqada bo'lsa, Amerikada 12 soat oldinda. Xuddi shunaqa vaqtlarni ham o'zini belgilasinmi degan narsani yoqib qo'ysak bo'ladi. Xo'p, save qilamiz. Bu yerga masalan yozib ko'rsataman. Aytaylik, bugun masalan 01.04.2025 yozadigan bo'lsangiz, mana muddati hozir men sizlarga mana date format, ya'ni sanani formati qanday bo'lishini ko'rsatib beraman. Xo'p, date formatda endi masalan mediumda turibdi hozir. Medium degani demak bu yerdagi nimasini, oyini yozuv tariqasida ko'rsatadi va short ko'rinishi bor. Bizda oddiy short, qisqagina, lo'ndagina ko'rsatadi. Bizni oyimizni endi nechinchi oy bo'lsa shu oyni ko'rsatib turadi. Xo'p, mediumni ko'rdik demak va long bor. Longda bu kunimizni ham ko'rsatadi. Qaysi kunligini, dushanba, chorshanba yoki juma qaysi kun bo'lsa, xuddi shunaqa kunni ham ko'rsatib turadi. Xo'p, bizga hozirda Tuesday 1st April turibdi, ya'ni seshanba kuni 1-aprel turibdi. Shuni tanlab qo'ysak bo'ladi. Xo'p, buni saqlab olamiz. Demak, bugungi darsimiz uchun shular edi. Keyingi darslarimizda sizlar bilan URL, ya'ni linklar qo'shishni ko'rib chiqamiz.
va linklar qanday ishlaydi, linklar o'zi nimaga kerakligini ko'rib chiqamiz. Bundan tashqari, keyingi darsimizda email va telefon raqamlarini ham ko'rib chiqaveramiz. Darsimiz yoqqan bo'lsa, g'oyatda xursandmiz. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha sog' omon bo'ling.